Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzu ko'krak bezi saratonidan keyin rivojlangan asoratlarning bittasi, ya'ni bitta ko'krak bo'lmasligi, ya'ni bu amastiya deb ataladi. Bu ikkilamchi amastiya hisoblanadi va buni asoratlari va buni qanaqa davolash haqida gaplashamiz. Men Ismoilov Avaz, plastik va rekonstruktiv xirurg hisoblanaman va ko'krak bezi saratonidan keyin rivojlangan asoratlarni davolash bo'yicha mutaxassis ham hisoblanaman. Demak, ko'krak bezidan keyin davolangandan keyin bemorda ikkita asorat ko'pincha qoladi. Bu birinchisi limfodema, ya'ni qo'lda juda katta ishib ketishi va buni jamoamiz bilan to'liq davolaymiz va ikkinchi asorat bu bitta ko'krak bo'lmagan hisobiga ham estetik noqulaylik, ham ya'ni psixik noqulaylik kelib chiqadi. Ya'ni bemorda bitta ko'krak olib tashlanadi va bugungi mavzu aynan shu haqida, ya'ni bitta ko'krak olib tashlangan, ya'ni postmastektomik sindrom yoki amastiya deb ataladi, ya'ni ko'krak bo'lmasligi haqida gaplashamiz. Demak, bu ham mastektomiyadan keyin, ya'ni ko'krak bezi saratonidan keyin rivojlangan eng katta asoratlardan biri hisoblanadi. Bu o'z navbatida ikki xil asorat olib keladi. Bu fiziologik asoratlar va psixologik asoratlar bo'ladi. Birinchi navbatda fiziologik asoratlar haqida gaplashadigan bo'lsak, bu bemorda, ya'ni bitta ko'krak olib tashlagandan keyin bemorda o'sha markazini, ya'ni massa markazini taqsimlanish o'zgaradi. Ya'ni bitta joyda ves ko'proq, bitta joyda kamroq bo'ladi. Shuni hisobiga bo'yin sohasiga va bel umurtqalariga shu nagruzkani, ya'ni massani noto'g'ri taqsimlanish kelib chiqadi. Va bu hisobiga deyarli barcha bemorlarda ma'lum vaqtdan keyin belida va bo'yin sohasida og'riq paydo bo'ladi. Bundan tashqari bu bemorlarda o'sha bel umurtqasida har xil churralar paydo bo'lish ehtimolligi bor va og'riq sindromi bilan juda ko'p kuzatilish ehtimolligi bor. Ya'ni bunda o'sha qaddi qomatini qiyshashga olib keladi ma'lum vaqtdan keyin. O'sha uzoq vaqt yurgandan keyin qiyshashga olib keladi. Ikkinchi asorati, ya'ni fiziologik ikkinchi asorati bu harakat chegaralanishi, ya'ni ko'krak bezi olib tashlagandan keyin shu ko'krak bo'lmaganligi hisobiga terida harakat kamayadi. Harakatlarning kamaygan hisobiga yelka bo'g'ini va qo'l sohasida harakat kamayadi. Bu o'sha ko'krak olib tashlagandan keyin ikkinchi asorat hisoblanadi. Ya'ni uchinchi asorati bu limfodema hisoblanadi. Ya'ni ko'krak bezi olib tashlagan hisobiga va limf tuglar olib tashlagan hisobiga, undan tashqari shu bu sohasida, shu ko'krak sohasida yog' qavat yuk bo'lgan hisobiga o'sha bemorda limfodema kuzatiladi. Ya'ni u limfa tomirlari yog' qismidan harakatlanishga mo'ljallangan hisoblanadi va olib tashlangan hisobida bemorda limfodema juda ko'p kuzatilishi mumkin. Bundan keyin ba'zan kuzatilgan holat bu og'riq, ya'ni ba'zi bir insonlarda shu sohasi og'riqli bo'lishi yoki nervdagi o'zgarishlar, ya'ni sezgini pasayishi kuzatiladi. Keyingi asorat bo'ladigan bo'lsa, bu fanton og'riqlar bo'ladi. Ya'ni olib tashlangan ko'krakda ba'zi bir holatlarda o'sha sezgilar paydo bo'la boshlaydi, ya'ni qichqisi kelib qoladi yoki boshqa narsalar paydo bo'ladi. Bu ya'ni ko'krak olib tashlangan ko'krakda, ya'ni amastiyada kuzatilgan fiziologik asoratlar hisoblanadi. Keyingi asorat bu psixologik asorat hisoblanadi. Ya'ni ko'krak olib tashlangan ayol asosan ayollik jozibasini yo'qotadi va bu narsa afsuski ayollarda psixologiyasi juda katta ta'sir qiladi. Chunki ayollarning asosiy belgilaridan bittasi aynan bu ko'krak hisoblanadi. Shuning uchun ayniqsa ko'krak olib tashlagandan keyin bu ayollar o'sha onkologni yutib chiqishganidan qaramasdan ularda depressiya holatlari juda kuchli bo'ladi. Va bu o'sha tekshiruv natijasi ko'rsatadiki, 25% ayollarda ko'krak bezi saratonidan keyin rivojlangandan keyin, ya'ni yutib chiqishgandan keyin bu dardda shu ko'krak yo'q hisobiga ularda depressiya kuzatiladi. Bu juda katta ko'rsatkichlar. Albatta, ikkinchisi bu ya'ni jamiyatdan ajralish kuzatiladi. Ya'ni o'sha ko'kragi bo'lmagan hisobiga ular boshqa ayollarga nisbatan va boshqa odamlarga nisbatan o'zini sal hatto o'sha o'zini xo'jayiniga nisbatan ham sal uzoqlashish hisoblanadi. Uchinchisi bu har xil masalan chet elga borgan bo'lsa yoki qanaqa cho'milish havzalarga borgan bo'lsa, ular erkin cho'milisha olmaydi. Ya'ni ko'kragi yo'q hisobiga o'sha ularni nima deydi, psixologik jihatdan ularni ajratib qo'yadi. Va bu tajribalar hisobiga isbotlangan narsa hisoblanadi. Ya'ni psixologik jihatdan ayolda, ya'ni ko'krak bezi saratonidan keyin ko'krak olib tashlangan ayollarda psixologik jihatdan juda ko'p holatda depressiya uchrash kuzatiladi va bu ba'zi bir holatlarda har xil yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ko'krak olib tashlangandan keyin
bemorlarga qanaqa qilib davolashsa bo'ladi haqida gaplashamiz. Ya'ni bu birinchi navbatda erta reabilitatsiya, ya'ni bemor bilan ham psixolog shug'ullanish kerak, bundan tashqari reabilitolog shug'ullanish kerak. Ya'ni ko'krak bezi olib tashlgandan keyin bemorlar tezroq aktiv hayotga qaytishi kerak. Ya'ni bu yerda har xil LFKL mashqlar orqali tezroq harakatni kuchaytirish kerak. Ayniqsa shu qo'lligi bo'lgan harakatlar bu birinchi navbatda limfedemani oldini olishga yordam beradi. Ikkinchi navbatda bu o'sha qo'ldagi harakatni chegaralanishini oldini oladi. Ya'ni qancha ko'p harakat qilgan bo'lsa, shuncha chegaralanishini oldini oladi. Uchinchi navbatda biz tezroq aktiv, ya'ni ijtimoiy hayotga qaytishligiga ularga yordam bo'ladi. Va yana bitta narsa aytmoqchiman, ko'krak bezi olib tashlagandan keyin iloji boricha kompression kiyim bemorlar taqish kerak 2-3 yil mobaynida. Hatto birinchi klass eng yengil bo'lsa ham taqilishi kerak va shu orqali mashqlar qilingan bo'lsa, ularda limfodemani ham oldini olinadi birinchidan, ikkinchidan o'sha har xil gimnastikali paytida ularga qo'llarga yordam bo'ladi va qo'lni harakatlanish chegaralanishini oldini olish mumkin. Ikkinchisi bu hamma biladigan va ko'p ishlatadigan bu silikonlar. Ya'ni ba'zi bir bemorlar ko'p silikon foydalanishadi, ya'ni tashqi silikonlar. Bu ham tashqi tomondan bemorga nima deydi, shakl berib turadi, lekin afsuski ichki tomondan yoki hech qanaqa harakatlanish kuchaytirishga yoki limfodemani oldishga yordam bermaydi. Faqatgina bu estetik jihatdan tashqi tomondan kiyim ustidan foydali bo'lishi mumkin. Va uchinchisi bu xirurg yo'l bilan davolash. Demak, keyingisi bu xirurg davolash haqida bo'ladi so'z. Demak, o'sha holatlar, ya'ni asoratlar bo'lmasligi uchun, ya'ni ko'krak olib tashalgandan keyin kuzatilgan asoratlar bo'lmasligi uchun bir nechta yo'llar bor uni davolashni. Bu birinchi yo'li, ya'ni operatsiya vaqtida, ya'ni shu ko'krakni olayotgan payt o'tga rekonstruksiya operatsiya qilish mumkin. Ya'ni shu ko'krakni tiklanadigan operatsiyalar mumkin va rekonstruksiya haqida keyinroq gaplashamiz ozginadan keyin. Ikkinchisi bo'lsa, shu ko'krak olib tashaldi, u ximiya oldi, nur oldi. Undan keyin ham rekonstruksiya qilish mumkin. Faqat undan keyin rekonstruksiya o'sha birinchi rekonstruksiyadan ozgina farq qiladi va ular nima deydi, operatsiyani soni o'lchagandan hisoblanadi. Demak, birinchisi holatda, ya'ni ko'krak bezi saratoni bo'yicha operatsiya qilinyapti, ya'ni kasal operatsiyaga boryapti, uni ko'kragi olib tashalyapti. Shu sohani o'zida uni tiklash mumkin. Uni ikki xil yo'li bor tiklashni. Bu birinchisi, ya'ni implantlar orqali tiklash va ikkinchi rekonstruksiya, ya'ni o'zining organizmi bilan tiklanishi. Buni o'ziga yarasha plyus minuslari bor. Birinchi navbatda implantdan gaplashgan bo'lsak, implantlar hozir eng ko'p tarqalgan hisoblanadi, lekin implantlarni o'sha operatsiya paytida qo'yish birinchidan yengillik beradi va osonroq va estetik jihatdan oson, ya'ni shakliga erishish mumkin. Lekin afsuski implantda eng katta asoratlardan bittasi bu uni almashtirish. Hech qaysi implant umr oxirigacha yetmaydi. Ularni ma'lum vaqtdan so'ng, bir xilida 5 yildan keyin, bir xilida 10 yildan keyin, maksimum 15 yildan keyin baribir u narsani almashtirib tashlash kerak. Afsuski, ya'ni kapsulasi bo'ladi va uni almashtirib o'rniga boshqa qo'yish kerak. Keyin implantning ikkinchi yomon tomoni, ma'lum vaqt o'tgandan keyin, nurli ximiya olgandan keyin uni shakli ikki xil bo'lib qoladi. Ya'ni bittasi pastga, bittasi tepaga chiqib qolish ehtimoli yuqori, ayniqsa nur terapiyadan keyin. Bu ham juda katta asorat hisoblanadi va bu narsa ham ularni almashtirishga to'g'ri keladi. Uchinchisi, implantlash qachon limfodemani oldini olib bera olmaydi, afsus. Shunisi ham yomon. Yana keyingi asorati, masalan, hamma biladiki, yosh o'tgan sari hamma organizmi a'zoni, ayniqsa yog'li va bezli a'zolar o'zgaradi. Xosatan o'sha ko'krak bezi ham o'zgaradi va ya'ni uni shakli kichrayadi, ya'ni yog' kamaygan hisobiga. Afsuski, implantlarda, ya'ni organizmga mos ravishda bu narsa kamaymaydi, ya'ni turaveradi. Shu ham bu kamchilik hisoblanadi. Va yana bitta eng katta asoratlardan bittasi, afsuski, bu implantlar uzoq vaqt yurgandan keyin bu baribir yot organizm yot hisoblanganligi uchun, yot dizm hisoblanganligi uchun belda va belda va bo'yin sohasida bemorlarda og'riq kuchli bo'ladi. Ya'ni shunaqa sindrom bor. Ya'ni og'riq ma'lum vaqtdan keyin ularda rivojlanadi va bu narsada ko'p bemorlar shu implantni yoki kichkinaroq almashtirishga olib tashlashni iltimos qilishadi. Ayniqsa yosh katta bo'lganda. Demak, keyingi jarrohlik muolajasidan bittasi bu rekonstruktiv jarrohlik muolajasi. Bu eng zamonaviy jarrohlik muolajasi hisoblanadi va butun dunyo, ayniqsa rivojlangan davlatlar shu muolajaga o'tyapti. Nega? Chunki bu birinchi navbatdan
hech qanaqa yot modda emas, ya'ni hech qanaqa silikon yoki yot modda emas. Bu o'sha odamni organizmi degan olib, ya'ni ma'lum bir qismidan olib, o'sha qismidan ko'krak yasash hisoblanadi. Bu butun dunyo shu narsaga o'tayotgani sababi ham aynan shu. Ya'ni buni bitta operatsiya qilinadi va umr oxirigacha shu narsa ketadi. Ya'ni organizm qarigan sari bu rekonstruktiv jarrohlik natijasidagi o'sha olingan a'zo, ya'ni o'zidan olingan a'zo o'ziniki bo'lgani uchun hech qachon yot bo'lmaydi. Ya'ni inkapsulatsiya, ajralish yoki ortiqcha ves olmaydi. Shu rekonstruksiya jarrohligini ham o'sha o'simtani olgan holatda, ya'ni o'simtani olib tashlagan paytda o'zida qilsa ham bo'ladi va keyinroq qilsa ham bo'ladi. Afsuski, implantlarni ko'krak bezi saratondan keyin, ko'krakni olib tashlagandan keyin qo'yib bo'lmaydi, chunki yo'q o'sha hisobiga, lekin rekonstruksiya operatsiyani qilinadi va boshqa variant ham yo'q. Yaxshi tomoni bu, masalan, ikkita rekonstruksiya operatsiya hozir butun dunyoda ko'p qo'llaniladi. Bu belning keng muskulini olib qilinadigan operatsiya. Bu o'sha orqa tomondagi yog' va muskulni olib qo'yiladi. Bu unga o'zining ko'rsatmalari bor. Va ikkinchi operatsiya bu ya'ni qorin sohasidan olinadigan muolaja, ya'ni qorin sohasidan teri ostida yog' qavati olinadi. Hech qanaqa muskulga tegilmaydi yoki paylarga tegilmaydi. Bemordan, ya'ni qorindan olib ko'krak yasaladi. O'sha yo'q sohasiga ko'krak yasaladi va o'sha arteriya venasi, o'sha qorindagi o'sha yog'i ta'minlaydigan arteriya venasini olib, o'sha arteriya venaga ulanadi. Shuni hisobiga bemorda birinchi navbatda ortiqcha ves ketadi, ya'ni bu abdominoplastika qilinadi. Hozir plastik xirurglar ko'p qilingan muolaja, ya'ni qorinni ortiqcha olib tashlab tikish. Xuddi shu muolaja, faqat bunda qon tomir saqlab qolinadi. Ular plastik xirurgiyada bu narsa qon tomir saqlab qolinmaydi, ya'ni olib tashlab faqat qorinni yo'qotish uchun qilingan muolaja. Bunda biz qon tomir saqlab qolinadi va shuni hisobiga u arteriya venasi tikiladi va arteriya venasi qon bilan ta'minlanganligi uchun bu ko'chib o'tkazilgan to'qima, ya'ni yog' to'qimasi ko'krak vazifasini bajaradi va ko'krakning shaklini beradi va u qon bilan ta'minlanganligi uchun umrining oxirigacha u kasal bilan birga yashaydi. Ya'ni bunda ikkita muolaja birdaniga qilinadi. Ya'ni bemorda abdominoplastika, ya'ni qorin sohasidagi ortiqcha olib tashlab qorniga demak qorin sohasiga go'zallik, ya'ni shakl beriladi. Ortiqcha olib tashalyapti, ortiqcha qorin olib tashalyapti. Ikkinchi bo'lsa ko'krak olib tashlagan ko'krak o'rniga yangi ko'krak hosil bo'linadi. Va shu arteriya venasini ulagan hisobiga u xuddi o'zini ko'kragiga o'xshab yashaydi. Buni yaxshi tomoni, ya'ni bemorga bu narsa qilindimi butun umrga yetadi. Ya'ni shu narsa masalan implantlarda har 5-15 yilda almashtirib turishingizga to'g'ri keladi. Va ba'zi paytda implantlar yorilib ketish ehtimolligi bor, infeksiya tushib qolish ehtimolligi bor. Aytgandek, o'sha og'ir ves hisobiga belda doim og'riq bo'ladi. Bu o'zini organizmni yog'i bo'lgani uchun u hech qachon yotsiramaydi va uni o'zini organizm deb qabul qiladi organizm va qon tomir bilan ta'minlanganligi uchun u qon bilan ta'minlanadi. Va shuning uchun u umr oxirigacha yetadi va bemor ma'lum bir yoshga o'tgandan keyin, ya'ni ma'lum bir yoshi katta bo'lgandan keyin agar bemor yog' yig'adigan bo'lsa, ya'ni semiradigan bo'lsa, tabiiyki bu ham o'ziga yog' yig'adi, ya'ni ko'kraklardan bir xil simetrik yog' bo'ladi va yoshga o'tgan sari, ya'ni ozib yog'i kamayadigan bo'lgan holatda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bunda ham yog' kamayadi. Lekin faqat bitta buni yomon nima deydi? Faqat bunda operatsiya juda uzoqroq davom etadi. Ya'ni bu mikroxirurgiya bo'lganligi uchun uzoqroq davom etadi. Boshqa asoratlari deyarli yo'q. Eng yaxshi tomoni bemorda o'sha limfodemani rivojlanishidan oldini olish ehtimoli juda yuqori bo'ladi, chunki yog' hosil bo'ladi va bemorda harakatli kuchayadi. Bundan tashqari fanton og'riqlar yo'qoladi va sezgi ham rivojlanadi. Shuning uchun ham hozirgi kunda butun dunyo shu operatsiyani qilyapti va bu narsa juda ko'p rivojlangan davlatlarda даже silikondan voz kechib shu operatsiya yo'liga o'tilgan. Shunaqa narsa agar sizlarda ham o'sha ko'krak bezi saratonidan keyin ko'krak olib tashlangan bo'lsa, sizlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarga yordam berish tayyormiz. O'sha ko'kraklarni tiklashmi yoki limfodema bo'ladimi yoki qo'llik ishlar bo'ladimi? Ikkilovini ham davolashga yordam berishga harakat qilamiz. E'tibor uchun rahmat. Agar savollar bo'lsa, shu yerda kommentariyada yozishingiz mumkin. Biz javob berishga tayyormiz. E'tibor uchun rahmat yana bir bora.